Yoshlik davridagi oq-qora rangli televizorlarda ko'rib katta bo'lgan kino yulduzlari hozir ko'rganimizda ham yoshlikni eslatuvchi o'sha mashhur kumirlarimizni hozir qanday ko'rinishda ekanligini bilish bu hammaga qiziq albatta. Hammaga salom do'stlar, siz boshqa dunyo kanalidasiz. Bugun biz sizlar bilan yoshlikdagi sevimli qahramonlarimizning oldingi va hozirgi holatlarini ko'rib chiqamiz. Ekranga yaxshilab joylashib oling, biz boshladik. Scott Adkins yoshligidan jang san'atlari bilan shug'ullangan va keyinchalik underground action star sifatida juda mashhur bo'ldi. To'liq ismi Scott Edward Adkins. U 1976-yil 17-iyunda Angliyaning Clodfield shahrida dunyoga kelgan. Birinchi film faoliyati 1998-yilda Martial Law serialida kichik rol o'ynagan. Keyin esa katta ekranga 2001-yilda The Accidental Spy filmida Jackie Chan bilan birga o'ynagan roli uni ommaga taniltirgan. 2006-yilda suratga olingan Yuri Boyka filmi unga katta mashhurlik olib kelgan va hozir ham aktyorlik faoliyatini davom ettirmoqda. 2025-yil holatiga ko'ra Scott Adkins hozir 49 yoshda. Michael J. White 1967-yil 10-noyabrda AQShning Bruklin tumanida, New York shahrida dunyoga kelgan. U ilk bor 1989-yilda Zaharli qasoskor 2 filmida rol o'ynagan. Unga mashhurlik olib kelgan filmlari Yuri Boyka bilan birga o'ynagan roli va 2009-yildagi Qon va suyak filmlaridir. Hozirda Michael J. White 49 yoshda. Who I'm with? It is probably in England. Yes. Yes, yeah. So Bolo Yang yoshligimizdagi yovuz rollari bilan mashhur bo'lgan afsonaviy aktyor va bodybuildingchi. Uning to'liq ismi Yong Si, ammo Bolo Yang nomi bilan mashhur bo'lgan. Bolo Yang 1946-yil 3-iyulda Xitoyning Guanzhou shahrida tug'ilgan. Mashhurlikka olib kelgan filmlari 1973-yilda Bruce Lee bilan birga rol o'ynagan Ajdarhoning chiqishi filmi va 1988-yildagi Jean-Claude Van Damme bilan Qonli sport filmlari katta mashhurlik keltirgan. Hozirda Bolo Yang 79 yoshda. Bolo Yang haqida qiziqarli fakt. Bolo aslida professional bodybuildingchi bo'lib, ko'p yillar davomida Mr. Gangkong musobaqalarida g'olib chiqqan. U har doim filmlarda yovuz, kuchli raqib rolida chiqsa-da, asl hayotda juda kamtar inson sifatida tanilgan. Huge star. I want to make a toast to Bolo Yang and his family. Jackie Chan butun dunyoda sevimli aktyor, kaskadyor va rejissyor sifatida tanilgan. U hazilomuz jangari filmlar uslubi bilan millionlab muxlislarni topgan. Uning to'liq ismi Chan Kong Sang, lekin Jackie Chan nomi bilan mashhur. Jackie 1954-yil 7-aprelda Gonkongda tug'ilgan. Jackie'ga Piano Master, Shanghai tushligi, Karate bola va Tig'iz vaqt filmida Chris Tucker bilan o'ynagan rollari juda katta mashhurlik olib kelgan. Uning oxirgi filmlari 2025-yilda suratga olingan. The Shadow Age va Karate Kid legenda filmlaridir. Jackie Chan hozirda 71 yoshda. Jackie haqida qiziqarli faktlar. Jackie Chan o'zining deyarli barcha kaskadyorlik ishlarini o'zi bajaradi. Gonkong va Gollywood kino sanoatida ko'plab mukofotlarga sazovor bo'lgan. Hozir ham faol suratga tushmoqda va 71 yoshda ham juda tetik. Jet Li to'liq ismi Li Lianjie, lekin Jet Li nomi bilan tanilgan. Jet Li 1963-yil 26-aprelda Xitoyning Pekin shahrida tug'ilgan. 1982-yilda suratga olingan Shaolin ibodatxonasi filmi Jet Li'ni yoshligidayoq mashhur qilgan. Unga mashhurlik olib kelgan filmlari juda ko'p, lekin 2010-yilda dunyo ekranlariga chiqqan Sylvester Stallone va Jasonlar bilan rol o'ynagan Uddalab bo'lmas filmi ko'proq mashhur bo'lgan. Hozirda Jet Li 62 yoshda. Jet Li haqida qiziqarli faktlar. Jet Li aslida professional wushu jang san'ati chempioni bo'lgan. Uning sog'ligi qalqonsimon bez muammolari tufayli so'nggi yillarda filmlarda kamroq chiqmoqda. Shunga qaramay, u hali ham kino sanoatida hurmatli afsonalardan biri bo'lib qolmoqda. Jean-Claude Van Damme
To'liq ismi Jean-Claude Camille François Van Varenberg. Van Damme 1960-yil 18-oktyabrda Belgiyaning Bryussel shahrida tug'ilgan. 1984-yilda kichik roli bilan Monaco Forever filmida ilk bor ekranga chiqqan. Ammo mashhurlikka ilk qadamini 1988-yilda Qonli sport filmi orqali qo'ydi. Van Damme o'ynagan barcha filmlar deyarli shuhrat qozongan. Van Damme aslida Belgiya fuqarosi, lekin shunga qaramay ko'p vaqtini AQShda o'tkazadi va asosiy bizneslari ham Amerikada joylashgan. Van Damme hozirda 65 yoshda. Father. And I was very young. I was like, what, 16, 17? Chuck Norris. To'liq ismi Carlos Ray Chuck Norris. U 1940-yil 10-martda AQShning Oklahoma shtatida tug'ilgan. Chuck Norris dastlab jang san'atlari chempioni bo'lgan, karate va taekwondo. U kinoda ilk marta 1968-yilda kichik rol o'ynagan. Katta tanilishi esa 1972-yilda suratga olingan Ajdar yo'li filmi orqali bo'lgan. Unda Chuck Norris Bruce Lee bilan jang qiladi va bu jang kino tarixidagi eng mashhur duel sifatida qolgan. Hozirda Chuck Norrisning yoshi 85 da. Sylvester Stallone. To'liq ismi Sylvester Gardenzio Stallone. U 1946-yil 6-iyulda AQShning New York shahrida tug'ilgan. Sylvester ilk bor 1970-yilda kichik rol orqali ekranga chiqadi. Ammo katta muvaffaqiyat 1976-yilda suratga olingan Rocky filmi bilan kelgan. Ssenariyni o'zi yozgan va bosh rolni ijro etgan. Keyingi mashhur filmlaridan biri bu Rambo filmidir. Sylvester Stallone hozirda 79 yoshda. Sylvester Stallone haqida qiziqarli faktlar. Stallone nafaqat aktyor, balki ssenarist va rejissyor ham. Uning Rocky va Rambo qahramonlari kino tarixida eng mashhur obrazlardan biri bo'lib qolgan. Endi esa Tailand jang san'atining faxri, Muay Thai kino qahramoni Tony Jaa haqida. Tony Jaa 1976-yil 5-fevralda Tailandning Surin shahrida tug'ilgan. Yoshligida kaskadyor sifatida ishlagan. 2003-yildagi Ong Bak Muay Thai jangchisi filmi uni butun dunyoga mashhur qildi. Mashhurlikka olib kelgan filmlari: Ong Bak 2003-yil, 2005-yil Himoyachi filmi. Filmdagi filni qutqarish uchun qilgan janglari mashhur sahnalardan. Ong Bak 2 2008-yil, Ong Bak 3 2010-yil hamda Forsaj 7 2015-yildagi filmi. Gollywood debyut Jason Statham va Dwayne Johansson bilan bir sahnada jang qilgan. Va oxirgi mashhur filmi 2019-yilda dunyo ekranlariga chiqqan 3 karra tahdid filmi bo'ldi. Tony bu filmda Iko Uwais, Scott Adkins va Tiger Chenlar bilan birga rol o'ynagan. Hozirda Tony Jaa 49 yoshda. Tony Jaa haqida qiziqarli faktlar. Tony Jaa bolaligidan Muay Thai va taekvondoni mukammal o'rgangan va jang san'ati filmlarida maxsus effektlarsiz real bajarish bilan mashhur. Mashhur aktyor va jangchi sifatida u Tailand kino sanoatini butun dunyoga tanitgan. I'm so proud and very so proud. I'm from Thailand. Thailand is a small country, but I want to show what Thai people can do. But now I'm so proud to be here. Bruce Lee. Endi afsonalarning afsonasi Bruce Lee haqida. U jang san'atlari va kino tarixini butunlay o'zgartirgan inson hisoblanadi. To'liq ismi Lee Junfan, lekin Bruce Lee nomi bilan tanilgan. Bruce Lee 1940-yil 27-noyabrda AQShning San Fransisko shahrida tug'ilgan, lekin 1973-yil 20-iyulda 33 yoshida Gonkongda vafot etgan. Agar hozir tirik bo'lganida 85 yoshni qarshi olgan bo'lar edi. Bruce Lee hatto bolalik filmlarda chiqa boshlagan. 1941-yilda atigi 1 yoshida Oltin darvoza qizi filmida ilk bor ko'ringan. Mashhurlikka olib kelgan filmlari: 1971-yildagi Katta xo'jayin filmi, 1972-yildagi G'azab mushti va Ajdar yo'li filmi. Chuck Norris bilan mashhur jang sahnasi shu filmda edi. 1973-yildagi Ajdarhoga kirish filmi dunyo bo'yicha uni afsonaga aylantirgan film. Nihoyat so'nggi film 1978-yilda vafotidan keyin yakunlangan O'lim o'yini filmi edi. Bruce Lee haqida qiziqarli faktlar. Bruce Lee Jet Kune Do nomli o'z jang san'at falsafasini yaratgan. U jang san'atlarini faqat sport emas,
emas, balki hayot falsafasi deb bilgan. Juda qisqa umr ko'rganiga qaramay, u butun dunyo bo'yicha millionlab odamlarni sport, kino va hayot falsafasiga ilhomlantirgan. Ko'plab aktyorlar, jumladan Jackie Chan, Jet Li, Van Damme, Donnie Yen va boshqalar uni o'z ustozlari sifatida tan olgan. Bruce Lee AQShda tug'ilganligi sababli u Amerika fuqarosi bo'lgan, lekin uning ota-onasi aslida Gonkonglik, xitoylik edi. Bruce Lee 3 oylik bo'lganida oilasi bilan Gonkongga qaytib ketgan va bolaligi o'sha yerda o'tgan. 18 yoshida esa yana AQShga qaytib kelib, universitetda o'qigan va jang san'atlarini o'rgata boshlagan. Qisqasi, Bruce Lee aslida xitoylik ildizlarga ega, lekin pasport va qonuniy fuqaroligi jihatdan amerikalik bo'lgan. Bruce Leening vafoti haqida turli xil mish-mishlar yuradi. O'sha kuni, ya'ni o'lgan kuni, u bosh og'rig'idan shikoyat qilgan va do'sti aktrisa Betty Ting uyida dam olayotgan bo'lgan. Bruce Lee Aquagesic deb nomlangan og'riq qoldiruvchi dori ichgan. Shundan so'ng hushini yo'qotib yiqilgan va kasalxonaga olib borilganida allaqachon vafot etgan edi. Shifokorlar rasmiy ravishda miya shishi, cerebral edema, ya'ni miya shishi dori ta'siridan kelib chiqqan deb e'lon qilishgan. Yana boshqa mish-mishlarga ko'ra Lee oilasi la'nati deyiladi. Chunki keyinchalik uning o'g'li Brandon Lee ham 28 yoshida kino suratga olish vaqtida vafot etgan. Lekin rasmiy xulosa shunday: Bruce Lee dorining nojo'ya ta'siridan miya shishi tufayli vafot etgan. Ammo oradan 50 yil o'tgan bo'lsa-da, uning o'limi haqida turli sirli nazariyalar hamon yashab kelmoqda. Videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun rahmat. Keyingi videolar nima haqida bo'lishini istasangiz, buni albatta izohlarda yozib qoldiring.